Sir bo'lmasa, videolaringizni, kontentlaringizni qaysi telefonda olasiz? Video reelslaringiz juda tiniq va ideal chiqadi deb yozgan ekanlar. Endi qarang, buni telefonga hech qanaqa aloqasi yo'q. Men hozir 16 Pro Max ishlataman, lekin videolarimning 90%ni 13 Pro telefonimda olganman. Birinchi o'rinda qiladigan ishingiz kamera nastroykalaringizni to'g'rilab olasiz. Bu bir. Ikkinchisi, yorug'lik bilan ishlashni bilishingiz kerak. Uchinchisi, ekspozitsiya bilan ishlashni bilishingiz kerak. Ya'ni yorug'ligiga qarab ekspozitsiyangizni plus minusini to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, to'rtinchisi, qaysi programma bilan montaj qilayotgan bo'lsangiz, agar CapCut programmani sizda prosi bo'lmasa, kачествоsi juda xiralashyapti CapCutda. Xira beryapti kачество. Pro sotib olsangiz, kачествоsi zo'r qilib beradi. Agar siz Pro sotib ola olmaydigan bo'lsangiz, iloji boricha VN programma bilan ishlashingizni maslahat beraman, chunki men hozirgi kunda ko'proq VN programma bilan ishlayman. Ba'zi kerakli joylarini CapCutdan olaman. CapCut agar sizda Pro bo'ladigan bo'lsa, kачествоsi zo'r bo'ladi. Agar men hozir Pro sotib olmaganim uchun VN da ishlayapman. Proga, chunki CapCutga ursam, videolarim xira bo'lib ketyapti. O'sha sizga 4 ta aytdim. Birinchisi kamera nastroykalari, ikkinchisi yorug'lik, uchinchisi ya'ni yorug'lik chiroqlar, uchinchisi ekspozitsiya bilan ishlash, keyingisi qaysi programma, prilojenelar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, o'shani to'g'ri tanlashingiz kerak. Rang berishda, umuman nastroyka filtrida, reskstida hammasini ko'zingiz bilan, ya'ni ko'rishingiz kerak-da. Misol rang yorug'ligiga qarab o'zingiz aniqlashingiz kerak, bo'yashingiz kerak, reskst berishingiz kerak-da. Saqlanibdi. Ya'ni masalan 1080 ga bilan 60 fps saqlanib qilsangiz, Instagramga qo'yganingizda video iloji boricha qisqartirilmaydi. Shunaqa.